har bir armiyani kuchli qiladigan bu faqat qurol emas. Uni kuchli qiladigan albatta intizom. Ofitserning suyanchi, askarlarning tayanchi, ustozi bo'lgan serjantlarimiz uchun, armiya tayanchi bo'lgan serjantlarimiz uchun mana shunday chiroyli logotiplari bilan pagon naborlarimiz yaratdik do'stlar. Ko'ringlar, baho beringlar. Har bitta xizmat vazirliklari uchun alohida mana shunday davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlarida xizmat qiladigan akalarimiz uchun ham logotiplari bilan birgalikda pagon naborlarimiz. Davlat xavfsizlik xizmatida xizmat qiladigan serjant akalarimiz uchun ham juda ham bir chiroyli bo'lgan, hamma havas qiladigan darajadagi naborlarimiz va albatta favqulodda vaziyatlar vazirligida o'zining sadoqatli va sharafli xizmatini o'tayotgan serjant akalarimiz uchun ham juda ham bir havas qilarli darajadagi logotiplari bilan naborlarimizga baho beringlar. Albatta o'zining eng sharafli va mashaqqatli xizmatini maxsus operatsiya kuchlari BSO batalyonlarida o'tayotgan akalarimiz uchun ham juda ham bir original, ideal, faxrli mana shunday pagon naborlarimiz tayyor bo'lgan. Mana shunday pagon naborlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bir harbiy savdoga murojaat qiling. Bu videoni xizmatdagi barcha yaqin do'stlaringizga albatta jo'natib qo'ying.